Assalomu alaykum, Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalarimiz. Aka-ukalar, zotga qidirib yurgan aka-ukalarimizga mana bundaqa shashti baland qo'chqorimiz bor. Aka-ukalar, eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'ron qishlog'i. Aka-ukalar, kimga mana bundaqa to'shlar oldiga otilib chiqqan, yungilari toza, bir dona begona yungi yo'q qo'chqor kerak bo'lsa, tavsiya qilib qolamiz aka-ukalar. Bugun hafta kuniga dushanba, 4-may 2026-yil. Akalar, bu videomiz inshaalloh ertalab 5-may kuni soat 10 da yuklanadi. Aka-ukalar, bu qo'chqorimizni ma'lumotini berishni boshladik. Mana bunday oq yuzlidan qidirib yurgan aka-ukalarimiz oq yuzli qo'chqorimizni tavsiya qilamiz. Quloqlariga bitta garbonozlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, garbonoz o'ziga yarasha. Yungini qarang aka. Yungi mana bunday tozalaridan. Aka-ukalar, bo'lmasam biz buni ma'lumotini berishni boshladik. Buni yosh oyligi, qaniyapti yoshini ko'rsatingchi. Yosh ochilmadi. Yosh oyligi hali qo'z aka-ukalar, bu dehqon ukamiz. Hali tishlarni ochishdan bilmayman. Mana bu oldini oyoq kengligiga bitta e'tibor bering aka. To'shini oldiga otilib chiqqan variantidan. Kastiylar o'ta moshni. Hali qo'zi, 4 ta oyoq, stakan tuyoqlaridan. Aka-ukalar, dumba razrezlari ham juda joyida. Kim qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana bundaqa go'zallarini tavsiya